Qarayman aka. Yo'q. Aka-ukalar mana eng muhimi sifatli reysiy avtobusimiz не только Abu Sahiy avtovokzaldan Buxorodan ham bor. Mana Akmal aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Qalay? Sharoitlar komfort. Issiqlarda mazza qilyapsiz. Toshkentda mana bugun 27 gradus qo'shilib salqingina ketadi. yo'q. Akajon, necha yildan beri ishlaysiz shu ish faoliyatingizni aytib o'tsangiz aka? Ana shu ishimizda 2007-yildan beri ishlaymiz. 2007dan beri. Iyun oyidan 2007-yildan beri 2007 bo'lsa 18 yil stajingiz bor ekanda, ha? Hozir Buxoroda o'zidan chiqyapsizmi? Biz Buxoroda odamni olib keldik. Abu Sahiydan, Masjidondan bu odamlarni olib ketyapmiz. Ha, bu Buxorodan odam yig'iladi. Buxoro, Qarshi, Samarqand, Navoiy, Navoiy, Kattaqo'rg'on, Kattaqo'rg'on. Jizzax, Sirdaryodan olib kelamiz. Bu odamlarni bilet sotiladi. Abu Sahiy masjididan olib ketamiz. Bo'ldi. Aka-ukalar, shunaqa sifatli reysiy avtobusda ketmoqchi bo'lgan fuqarolar bemalol telefon qilib kelaverasizlar. Vodiliy akalarimizga ham tavsiya qilamiz, bemalol Abu Sahiyga kelib ketsanglar bo'laveradi.